Men ushbu murojaatimni katta Eshon bobolar hovlisidan davom ettirmoqdaman. Mana bu ko'rib turgan joyingiz katta Eshon bobolar hovlisi. Mana qo'limizdan kelgancha farzandlarimizga, kelajak nabiralarimizga skameykalar qo'yib, daraxtlar ekib, gullar ekib, qo'limizdan kelgancha mana shu yerlarda obod qildik. Bu bo'yicha viloyat hokimi Nurmatjon Tursunovga, Azamat Fayziyevga, Hussein Qurbonovga, Oybek Jaraqulovga, obodonlashtirish idorasi boshlig'i Rustamjon Saidovlarga, Hasan Rahimovga shaxsan o'z nomimdan, mana shu yerda yashayotgan avlodim nomidan ming rahmat aytaman. Mana bu ko'rib turgan joyingiz Umar Ato mazori sulfi Kaputak. Yosh bolalarda ko'k yetal, befarzand, ishi yurishmagan, shak ketirgan shikast ko'radi degani darhaqiqat to'g'ri. Mana bu qadimiy tut. Mana shu tutni qo'limga to'g'ri kelsa, tabiatda o'zgarishi, shamol bo'lib birovni ustiga, birov texnikasiga yosh qabrni bosib qolmasligi maqsadda mana shu yerdagi avlodlarimni chaqirib, mana shu qabrga quyosh nuri tegib, zamon talablariga mos qilib ziyoratgohga aylantirishga maslahat so'radim. Birovi meni bobom yotdi, birovga tegsang otaman degan gaplarni aytishdi. Mana bu joyda esa bobolarimizdan qolgan qadimiy quduq bor edi. Asfalt qilish bahonasida mana shu quduqni ustini yopib, ikki yoqdan suv ketayotgan joy qilib qo'ydik. Mana hozir biz qabrga kiramiz, 2 kun oldin qanday yomg'ir yog'ib, qabr qanday ahvolda ekanligini ko'zimiz bilan guvohi bo'lasiz. Auzubillahi Bismillahirrohmanirrohim. Mana bu qabrning ahvoli. Kecha 2 kun yomg'ir o'tib, mana shunday tekshirib, mana ahvoli sho'rxob bo'lib ketgan. Mana bu qadimiy tut. Mana devorlar yorilib, yerlardan sho'rxob bo'lib ketganligi mana ko'zingiz bilan guvohi bo'lyapsiz. Mana bu yomg'ir o'tib yiqilib ketmoqda. Mana ahvoli qabrda. Mana ko'rib turibsiz. Mana bu joyda esa shifo izlab kelgan insonlarga to'talarimiz chiroq yoqadigan joy. Mana bu esa Jingalashoh. Bu qabrda o'zini qo'riqlovchi iloni bor. Bularni avvalambor Xudoning karomati. Kamchiliksiz faqat Allohim, beruvchi ham, oluvchi ham, hamma qudratga ega Allohim. 5 panjamiz barobar emas. Kamchilik hammamiz qilamiz, Xudoning o'zi kechirsin. Mana shu yerlarda obod qilish masalasida men mahrum Hoji Nasrijon Eshon bobo bilan mana shu yerda maslahat qilganimda, u kishi nazarda tutgan Iskandar Zulqaynar qal'asi,
Iskandar Zurqaynar qishlog'idagi qadimiy tarixiy obidalar haqida gapirib berildi. Haqiqatdan ham ko'rinib turibdiki, Umaratodagi qadimiy qabrlar Iskandar Zurqaynar qal'alari haqiqatdan Nurota qadimiy joy ekanligi shulardan ham bilib olsak bo'lamiz. Ana shu bo'yicha men 2023-yil Navbahor tumanidan saylangan deputatimiz Kozim Tojiyevni xalq qabulxonasi orqali chaqirib mana shu yerda ko'rsatdim. 2023-yilda mahallamiz Obod mahallaga kiritilganda tuman hokimi Azamat Fayziyevni ham keltirib ko'rsatdim. Eng katta tarixiy obida shu yerda obod qilish masalasi bo'yicha maslahat qildim. Hozirgacha natija berilmayapti, javob ham berilmayapti. Ana endi Umaratodagi qadimiy qabrlar qanday aloqasi borligi haqida men tushuncha beraman. Iskandar Zurqaynar qal'asi oldidan 2-3 darvoza pastda Said Rahmon akani hovlisida bobolarimiz asli yashagan joylari o'sherda. Bobolarimiz asli juvozkashlik bilan shug'ullanganlar. Bitta juvozlari G'azomda Boboy Umar Sufi deb nom qo'yilgan. Bittasi 80-yillargacha mana shu Umarato avlodidan, mana shu avlodimizning bobolarimiz mahrum Absam bobom mana shu yerda ot bilan shiramoy ishlab chiqargan edilar. U bo'yicha dalil isbotlarimiz bor. Said Rahmon akani hovlisida, Dovbada Hoji Baxtiyor akani hovlisi to bog'chani oldigacha bolalarni addinni ko'maydigan qabriston bo'lgan. U yerda sulfi kapitak. Uchinchisi eski G'afurulon mahallasi oldida G'oyib ota deb qo'yishdi. G'oyib ota asli orqada, ichkarida bo'lgan mahallani oldiga hovlilarni qo'shib olish natijasida tashqariga qolib ketdi. Mana bu 4-tinchisi. Ko'rinib turibdiki, Umaratodagi 4 ta qadimiy tosh mana shu Umar Sufiga taalluqli. Ya'ni Abu Bakr Siddiq, Umar ibn Hattoh avlodlari, Usmon Ali. Bu bo'yicha mana shu qal'adan olingan qadimiy kitoblarim, oftavalarim dalil hisobida. Mana shu yerdan hozirgacha shifo izlab ketayotgan o'sha Umaratodagi qabrdan suv solib, keyinchalik mana shu qabrni aylantirib, tuprog'idan, maridan o'tkazib ichiriladi. Avvalambor hammasi Xudoning karomati. Shu uchun men siz aziz prezidentimga bir necha bor murojaat bilan, video murojaatlarim bilan chiqdim. Sizga yetdimi, yetmadiku menga qorong'i. Sizdan uzr so'ragan holda video murojaat bilan chiqishga majbur bo'ldim. Mana shu mahrum Hoji Nasirjon Eshon boboni amalga oshmagan ikkinchi ishlari mana shu qabr tarixiy yodgorlik. Hozirgacha mana shu yerdan shifo topib ketayotgan insonlar talaygina. Mana shu Ramazon oyida mahrum Hoji Nasirjon Eshon boboni oxiratlarini shod aylab, mana shu amalga oshmagan ikkita ishlarni siz aziz prezidentim
Shavkat Miromonovich. Nomlari yozilgan barcha vazirliklar, barcha tuman viloyat hokimlaridan iltimos qilardim. Mana shu ro'za oyida mana shunday Nurotoni tarixiy joy ekanligini, tarixiy yodgorliklarda kelajak farzandlarimizga saqlab qolishni uchun amaliy yordam berib, davlatimiz tomonidan shu tarixiy yodgorliklarni saqlab qolish uchun davlatimiz tomonidan pul mablag' ajratasiz degan umiddaman. Siz azizlarga avvalambor ro'za oyida dunyomizni tinchligini, janob makoni O'zbekistonimizni yanada gullab yashashi, qolaversa ona shahrim Nurota shahrini gullab yashashiga siz azizlardan sog'lik, salomatlik, olib borayotgan ishlaringizga kuch-quvvat, sog'lik, salomatlik tilayman. Oilalaringizga baxt, saodat, xayri barakasini bersin. Ro'za oyida hammamizni ishimizga Allohim nazarini solgan bo'lsin. Siz azizlardan umid qilamanki, siz aziz prezidentimdan umid qilamanki, mana shu yuborayotgan murojaatim, video murojaatlarimni ko'rib amaliy yordam berasiz degan umiddaman.